Navbatdagi savol yana geometriyadan bo'ladi. Bizga mana shu 8 burchak berilgan, muntazam 8 burchak va ichida bitta kvadrat. Ichidagi shakl aniq kvadrat bo'lib qoladi. Xo'p, endi 8 burchakni, demak bizga o'rtoqlar mana bu har bitta ichki burchagi necha gradus bo'ladi? Shuni bitta bilib olamiz. Muntazam ko'pburchakda har bir ichki burchagini topish formulasi 180 ko'paygan n-2 taqsim n. N bu tomonlar soni. Demak 8 qo'yamiz. 180 ko'paygan 8 dan 2 ayirsak 6 taqsim 8. Xo'p, bu o'rtoqlar 135 gradus bo'lib qoladi. Mana bu 135 gradus ekan. Endi bu teng yonli bo'ladi. Bular bir-biriga teng. 22,5 dan bo'lyapti. Bizga qarang, tomonlari xo'p 4 ga teng ekan. 4 mana shu x bo'lsa, kvadratni x tomoni. Kosinuslar teoremasiga qo'yamiz, osongina chiqadi. X kvadrat teng 4 kvadrati 16 plus yana 16 minus 2 ko'paygan 4 ko'paygan 4 ko'paygan kosinus 135 gradusda minus iltizosida 2 taqsim 2. Xo'p, bitta ikkilar qisqartirib yuborsak x kvadrat teng bo'ladi 32 plus 4 kara 4 16 bo'lib qoldi. Plus bo'lib ketdi, 2 ta minus 16 iltizosida 2. O'rtoqlar, o'zi biz qidirgan narsa kvadratda yuzasi ham x kvadrat emasmidi tomonlari x bo'lgandan keyin? Biz topib bo'ldik uni allaqachon. 32 plus 16 ildizda 2 A variant to'g'ri bo'ladi.